Assalomu alaykum. Mana klinikamizda qalqonsimon bezini xirurgik kasalliklarda yangicha usulda operatsiya qilishlar davom etmoqda. Bu klinikamizda Sankt-Peterburgda Ilya Valeriyevich Litchov klinikasida qalqonsimon bezini medial tiroidektomiya usulida operatsiyani qilib o'rganib kelib, shu usulda shu klinikamizda operatsiyalar qilmoqdamiz va navbatdagi bemorimizdan bilan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom doktor, yaxshimisiz? Rahmat. Allohga shukr, mana 8 kun bo'lib qoldi. Zaharli buqoq sababli operatsiya bo'ldingiz. Shunaqa doktor. Holatingiz qanaqa hozir? Holatim juda yaxshi, Allohga shukr. Allohga shukr. Yutinishlaringiz, ovqat taomlarni yeyishingizda tiqilishlar bormi, yo'qmi? Yo'q, Xudoga shukr. Ovozingizchi? Ovozim ham yaxshi, Xudoga Allohga shukr. Yaxshi hammasi. Doktor, sizga hammaga rahmat. Rahmat. O'sha meni ustozim Ilya Valeriyevichga ham, Rahmat. klinikamiz rahbarlariga ham rahmat, ha? Rahmat. Menga o'xshab qiynalib yurgan buqoq kasalligi bilan yurganlar, sizlar ham kelinglar, davolaninglar. Xudoga shukr, 7 kun bo'ldi mana operatsiya bo'lib chiqdim. Yaxshi hammasi, Xudoga shukr. Yutinishlarda, gapirishlarda hammasi yaxshi. Sizlarga ham maslahat beraman. Kelinglar, davolanib ketinglar.